ko'rguvchilar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Bundan 2 yil burun Dünya Uyg'ur Qurultayıning tashabbusi bilan qurilgan va hozir qadar 45 davlatdagi 215 xalqarалық tashkilotning qo'llashiga erishgan Uyg'ur majburiy emgakini oxirlashtirish birlashmasining vakillari tunji qitim 9 may kuni Yevropa ittifoqining markazi bo'lgan Belgiya poytaxti Bryusselda yuzturani uchrashib, Yevropa parlamentida Uyg'ur majburiy emgakini oxirlashtirish degan temada 3 kunlik faoliyat elib bordi. Dünya Uyg'ur Qurultayı, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Amerika Uyg'ur birlashmasi qatorliq 4 Uyg'ur tashkiloti Uyg'ur majburiy emgakini oxirlashtirish birlashmasining asosli qurg'uchi tashkilotlari bo'lib, mazkur birlik qurilgandan buyon dunyo sahnalarida Uyg'ur majburiy emgakiga qarshi aktiv faoliyat elib bordi. 10 may kuni mazkur birlikning a'zolari Dünya Uyg'ur Qurultayı Bryussel ishxonasining direktori Ko'ynstup efendimning riyosatchiligida Yevropa parlamentida Uyg'ur majburiy emgakiga qarshi turish asosi mazmun qilingan korxonalarning javobgarligini surishtirish, xalqaroning Xitoydagi majburiy emgakka qarta inkosini baholash degan temada doklad taqdim qilish yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Xitoy turmuslik o'qituvchi Uyg'ur ziyolisi 2019-yillik Saxarov mukofotining sohibi Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhomga doklad taqdim qildi. Bryusselda elib berilgan bu 3 kunlik faoliyatga 40 yaqin xalqarалық tashkilotning vakillari ham qonunchilardan sirt Uyg'urlardan markaziy Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbas, Qurultayning program yetakchisi Zumratay Uyg'ur va Qurultay London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud, Amerika Uyg'ur birlashmasining bosh kotibi Alfidar Iltabir, Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhom, Norvegiya Uyg'ur komiteti xodimi Muattar Elqut qatorliqlar qatnashib, Uyg'ur vaziyat haqida doklad taqdim qilishdi. Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Imarov va mazkur tashkilotning ba'zi hay'at a'zolari yuqori faoliyatga ishtirok qildi. Bu qitimqi 3 kunlik faoliyatning asosiy maqsadlaridan biri Yevropaliklarga ustundagi kiyimlarda Uyg'urning qini bor deganni bildirish va Uyg'urlarning majburiy emgakidan nafga erishayotgan Yevropa shirkatlarini o'z manfaating uchun qo'lingni Uyg'urlarning qini bilan bulg'ama deb ularni yana bir qitim ogohlantirishdan iborat. Undan boshqa yana Amerikada ma'qullangan Uyg'ur majburiy emgakiga qarshi qonunlarni qanday qilganini Yevropa davlatlariga kengaytirish va majburiy emgak bilan aloqasi bo'lgan shirkatlarni qanday jazolash masalasimi bu qitimqi yig'inning asosiy mazmuni qilindi. Dünya Uyg'ur Qurultayı va Yevropada aktiv faoliyat elib berayotgan 15 Uyg'ur tashkilotining o'rtaq sohibxonlik qilish bilan 13 may Jenevadagi BDT binosi oldida o'tkazilgan zo'r ko'lamli birlashma namoyishining amaliy ahvoli sizlar ko'rayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasi orqali naq maydondan bevosita ulab tarqatiladi. Stansimizning bu qatimqi namoyish haqidagi naq maydon anglitishi 13 may Jeneva vaqti atdigan soat 9:30 dan e'tiboran boshlandi. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Namoyishchilarimiz 5-ayning 13-kuni Juma Jeneva vaqti atdigan soat 9 da Jenevadagi BDT binosining oldidagi maydonda to'planadi. Soat 10larda maydondan BDT kishilik huquq oliy kengashi binosiga qarab yurish qildi va namoyish bu yerda Jeneva vaqti soat 13 ga qadar davom qiladi. Bu qatimqi zo'r namoyishning tartibini qo'g'dash uchun Dünya Uyg'ur Qurultayining tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhat Yo'rinqash, Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Andili Qarxalni, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Imarov va Fransiya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Akbar Apandaning mas'ulligida 30 kishidan tarkib topgan maxsus tartib saqlash hay'ati turg'izib chiqildi. Bu qatimqi birlashma namoyishga Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishimi $5000 yordamda bo'lib, Yevropadagi tashkilotlarimizga madad berdi. Undan boshqa Amerika, Avstraliya, Turkiya qatorliq Yevropaning sirtidagi davlatlarda yashayotgan bir qism qarindoshlarimizmi 13 may BDT oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyish qatnashadiganligini bildirgan. Bu qatimqi tarixiy ahamiyatga ega zo'r ko'lamli birlashma namoyish qatnashishni orzu qilgan qarindoshlarimiz o'zlari turishli davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan yoki Dünya Uyg'ur Qurultayı markaziy ishxonasi bilan bevosita aloqalashsa bo'ladi. Yaqinda Washingtonda o'tkazilgan insoniyat qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik, iqtisodiy jinoyat, huquq va mas'uliyat, xalqaro tartib degan temadagi to'r muhokama yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Gerçi bu yig'inda Rus askarlarining Ukrainada elib borgan irqiy qirg'inchilik jinoyati asosli tema qilingan bo'lsa-mu, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligimi tilga ilingan. London universitetining qonun professori, Harvard qonun institutining ziyoratchi mutaxassisi Philip Sanders irqiy qirg'inchilik aniqlami berib mundaq degan. Irqiy qirg'inchilik degan shu qotillarning g'arzi va qo'llangan usullarining qabihligi sotchilarni qoyil qila oladigan eng og'ir jinoyatdir. Irqiy qirg'inchilik jinoyatini bekitish uchun qotillarning asosli g'arziga qarash kerak. Yana u qotillar butun bir to'p xalqning hammasini yoki bir qismini o'ldirib yo'q qilishni ko'zlagan bo'lishi kerak. Agar jinoiy ishlar sotchisi bu qabih niyatni isbotlab bera olmasa, sot buni irqiy qirg'inchilik jinoyati deb bekita olmaydi. Har bir irqiy qirg'inchilik jinoyatining hammasi insoniyat qarshi jinoyatdir.
Halbuki, insoniyat qarshi jinoyatning hammasi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga aylandi. U yana Xitoy hukumatining Uyg'urlar yurgizib kelgan irqiy qirg'inchilikni tilga olib mundaq degan. Bugungi kunda irqiy qirg'inchilik haqidagi xabarlar xili ko'p chiqyotidi. Masalan, Rohingyadagi irqiy qirg'inchilik voqeasi, Xitoydagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi voqeasi. Uyg'urlarning beshiga kelgan bu fojialarni nima deb bekitishdan qat'iy nazar, u haqiqatan irqiy qirg'inchilikqa o'xshash qo'rqinchli voqealardir. U irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi turishda xalqaro nizom, xalqaro sud va qonunning muhimligini ta'kidlab mundaq degan. Biror tuzum va sistem bo'lmagan yerda xalqaro qonunmi bo'lmaydi. Tarixiy taraqqiyot davomida biz yangi qoidalarni tuzishimiz, hozirgi qoidalarni ijro qilish bilan birga boshqalarning sadosiga quloq solishimiz kerak. Georgia Universiteti Qonun institutining xalqaro qonun professori Diana Mari Aman irqiy qirg'inchilik jinoyatining yosh o'smirlar va bolalarga og'ir psixik zarb beradiganligi va ularning ro'yida saqaymas jarohat paydo qilganligini o'ttirib qo'ygan. U yana irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi turishda xalqaro hamkorlikning to'liq zarur ekanligini, irqiy qirg'inchilikqa oid faktlarni to'plash, bu faktlarni hambaharlash va uchur almashtirishning muhimligini ta'kidlagan. Axios to'rida berilgan uchurga qaraganda, dunyodagi eng chong axborotchilik mukofotlaridan biri bo'lgan Pulitzer mukofotining 2022 yillik baholash natijasi 9-may dushanba kuni e'lon qilingan bo'lib, buning ichida lagerdagi Uyg'urlar tema qilingan rasmlik tushuntirish xabari shu tur bo'yicha mukofotga erishgan. Fahimda Azim, Antoni Delkol, Josh Adams, Walt Hickey qatorliqlar birlashib ishlagan lager shohidi Zumrat Davudning kechmishlari asos qilingan bu rasmlik tushuntirish xabarida tutqundagi Uyg'urlarning lagerdagi ishinish turmushi yoritib berilgan. Men Xitoy lagerdan qanday qutulib chiqdim degan temadagi bu rasmlik tushuntirish xabari o'tgan yilning oxirida Insider to'g'rida e'lon qilingan bo'lib, lager shohidi Zumrat Davudning lagerda ko'rgan bilganlari va lagerdan qutulish jarayonida boshdan kechirganlari tema qilingan. Zumrat Davudni misol qilib noit ustalik bilan sizilgan karton rasmlar va dal joyida berilgan tushuntirishlar Uyg'urlarning beshiga kelgan lager fojiasini san'atlik shaklda ixcham, ta'sirli, obrazli ifodalab bergan. Bu karton rasmlarda Zumrat Davudning 2016 yil noyabrdan boshlangan qabohatli kunlari, 2018 yil 3-oydan boshlab o'zining saqchi tarafidan chaqirtilib so'roq tortilishi, boshdan kechirgan qiyin qistoqlar, doktorlik tekshirishi va tug'maslik operatsiyasi qilinishlar, 24 soat kuzatib turgan kameralar, qo'tanga solangan top-top qo'ylardek dog' yerda yetib, ochliq, ussizlik, uyqusizlik azobida qiynalishlar, tayoq yeganda Alloh deb solsa tiximi qattiq tayoq duchor bo'lishlar, ming'i yuyishlar, lagerdan chiqish oldida bu yerdagi ishlar haqida hech nima demaslik to'g'riliq imzo qo'yishlar, toki Xitoydan ayrilguncha qayta tutib lagerga qaytarilish vahimasidan qutulolmasliklar to'liq bir qabohatli hikoya shaklida bayon qilingan. Pulitzer mukofoti Amerikadagi axborotchilik, jurnalistlik va adabiyot sohasidagi eng chong mukofotlardan biri bo'lib, 1917-yili gazeta nashriyatchisi Joseph Pulitzer tomonidan ta'sis qilingandan buyon har yil o'tkazilib kelgan. Baholash hay'ati axborotchilik sohasida maydon kelgan esil asarlarni 20 tur bo'yicha baholab, mukofot tarqatib kelgan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimli programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.